Musofirda yurgan akalarimizga ajoyib xushxabar. Bizda yana ish bor. Moskovskiy oblast город Solnechny Gorskda. Bu yerda dokumenti bor, dokumenti yo'q, hammani ishga qabul qiladi. O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan ham kelsa bo'ladi. Patent nima bo'ladi deganlarga patent qilib beradi. Bu yoqdan xavotir olmanglar. Dokument yo'li ham tezda telefon qilaveringlar. Ishimizda oyligiga keladigan bo'lsak 90 ming rubldan 220 ming rublgacha. Bez объем, xohlagan odam объем. Bez объемligi ham грузчикlar. Smenasi 3000 rubl. Undan tashqari yotoq tekin registratsiya qilib beradi, forma beradi, olib kelish mutlaqo tekin. Atiga registratsiya 3 oyga 5000 rubl oylidan ushlab qoladi. Dokument yo'liga aytib o'tganidek dokument qilib beradi. Ish skladda kompletoshik, грузчик hamda водитель kara kerak. Ya'ni karani haydovchilar bormi? Ko'pchilik so'ragandi. Iltimos shu videoni karani haydovchilarga, ya'ni kara minish ishqibozlarga jo'natib qo'yinglar. Karaga водительlar ham kerak, грузчикlar kerak. 18 yoshdan 55 yoshgacha erkaklar hammasini ishga qabul qilinadi. Attiga 20 dona vakansiyamiz bor. Ulgurib qolinglar. Oyligi ofitsialni pul qo'lga kelmaydi, faqat kartaga tushadi. 1-chislo, 15-chisoda uje oyliklar taqqa-taq tushib boraveradi. Shundan ham bilsanglar bo'ladiki, ish realni ofitsialni demoqchiman. Bemalol borib, Moskovskiy oblast patentinglar bo'lsa, bugun o'zida оформление bo'lasizlar. Agar yo'q, O'zbekiston, Tojikistonda bo'ladigan bo'lsalar, kelishingiz mumkin. O'zbekistondan keladiganlarga даже taksi yo'l kira gaplashasizlar, taksi ish joyiga olib keladi, taksini pulini berib, sizlarni olib qolaveradi. Sizlarga taksi yo'l kira ham qilib beraveradi demoqchiman. Lekin O'zbekistonda o'tirib olib, men pasportimni tashsam yo'l kira beradimi? Unaqalar yo'q. Taksi gaplashasiz, taksi olib keladi manzilga sizni kutib olib, pulni olib berib, keyin kutib olishaveradi. Muammosi yo'q. Shunaqa imkoniyat ham bu kompaniya yaratib beryapti. Kimga mana shu ish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ishimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tezda ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar va o'zingizlarning joylarini band qilib qo'yinglar. Attiga 20 dona odam kerak, xolos. Moskva hamda Moskovskiy oblastida yurgan aka-opa singillarimizga 3 oy bazada turadigan eng ishonchli registratsiya xizmati hamda deport zapret tekshirish kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi ekrandagi raqamlarimizga aloqaga